24 soatda sizga 20 ming dollar pul yig'dik. Toshkentdan bir tadbirkor akamiz bor, Toshkent viloyatidan. Alloh rozi bo'lsin. Har hafta 8 million ajratyapti. Yana bir pensioner hoji onamiz bor. Har hafta 500 dollardan ajratadi. 2 3 4 5. Danar evi degan bir oshxona bor. Alloh rozi bo'lsin. Har haftalik ehsonimizdan, foydamizdan ajratib turaylik deb yordam qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Ovqatlariga, mazasiga gap yo'q. Undan tashqari miskilik oilalarimizga ham ehson qilib berishyapti. Ular 750 dollar ajratgan. 1 2 3 4 5 6 7 mana 50. Algoritmdan bir akamiz zakot deb doim beryapti. Mana 200 dollar ajratgan. O'tgan haftadan boshladi. Muhabbat degan xolamiz ham bizni ehson karvonimizga qo'shildi. 500 dollar ajratyapti. 1 2 3 4 5. Yana bir tadbirkor akamiz 500 dollar, o'g'illari 100 dollar ajratyapti. Alloh rozi bo'lsin. 2 3 4 500 100 dollar o'g'illari. Kamol opa degan opamiz 100 dollar. Buxorolik Anvar va Zuhra opamiz 50 dollar ajratibdi ikkalasi birgalikda. Doirachi akamiz 100 dollar bugun berib ketdi ular ham. Mana ko'ryapsizlar, mana shu qo'lda doim bizga haftalik ajratadiganlarimiz 2800 dollar va 8 million. Endi bizning kartamizga 204 million so'm pul tushdi. Bu degani 16 ming dollar. 16 ming dollarga buni qo'shganimizda bu yog'i 20 ming dollar sizga pul qilamiz. Mana o'zingizlarga ham berib ketibdi. Kimdir 300 dollar, kimdir 1 million 200 qancha 80 ming? 1 million 280 ming. Alloh rozi bo'lsin qilgan ehsonlaridan. Kartaga ham mahalladan 1 million tashlab berdi. Kimdir yana qancha 100 ming tashladimi? Alloh rozi bo'lsin. Jami sizga biz 15 ming dollar atrofida pul yig'moqchi edik. Allohning fazli bilan 20 ming dollar pul tiqdik. Biz uddaladik. Bismillahirrohmanirrohim. Otajonim baxtimizga sog' bo'lib, yana xizmatimizni qilib yursinlar. Amin. Otajonim yana oyoqqa turib ketadilar. Rahmat hammalarga kattakon. Ehson qilganlar hammasiga jannat tiladim. Allohu akbar. Avvalambor hamma vatandoshlarimizga rahmat. Allohim shu saxiy bandalarni ro'para qilganiga, shu ehson qilguvchilarga, duo qilguvchilarga Alloh o'z ajringlarni bersin, o'zi mukofotlasin. Hammalardan xursand bo'ling. Shunaqa mehribon xalqimiz bor ekan, men bunaqa bo'lishini o'ylamagandim, kutmagandim. O'ylaganimdan ham ziyoda qildinglar. Rahmat sizlarga ham rahmat vatandoshlarimga. Alloh rozi bo'lsin. Bu bizni har hafta ajratadigan Rizo kolbasalari va mazasiga, sifatiga gap yo'q, hech qanaqa dasturxonni uyaltirmaydi. Bemalol oilaviy iste'mol qilaverasizlar. Biz ham oilaviy iste'mol qilamiz. Endi juda sifatiga gap yo'q bu sizlarga. Alloh rozi bo'lsin. Mana aziz vatandoshlar, bu haftalik 24 soatlik ehsonimizni ham 20 ming dollar pul qildik. Sizlar bilan hali yillar davomida juda ko'p ehsonlarni uddalab kelishlik bizga nasib qilsin. Kelasi payshanbada ko'rishguncha xayr. O'zimga ham ozgina sinovlar keldi.